Bugun sizlar bilan ko'rishib turishimizdan eng asosiy maqsad bolajonlarning fikri qanday, ichimlik suvi haqida kimda qanday tushuncha bor. Toshkent viloyat suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati Chirchiq shahar filiali rahbari mana Murodjon aka kelganlar. Ish vaqtimiz 8:00 dan boshlanadi. 12 dan 1gacha tushlik vaqti. Soat 5 da ish tugashi. Ish boshlanishidan asosiy vazifalari ertalab ish tashkillashtiriladi. Avariya brigadalarini tashkillashtirib ish joyiga chiqariladi shunda bizada. Har kunligi ma'lumot olib boriladi dispetcher tomonidan. Kanalizatsiya muammosi bo'ladi, tiqilishi kanalizatsiya tomonidan xonadonlar bo'yicha. Brigada ham tashkillashtirganmiz. 24 soat ishlaydi. Chirchiq shahri filialida 200 dan ortiq ish xodimlar ishlaydi bizada. Shu o'rinda savol tug'iladi. Butun dunyoda global isish jarayonlari ketyapti. Butun bir iqlim o'zgarishi, suv taqchilligi, ichimlik suvi tobora kamayib borayotgan bir jarayonga guvoh bo'lyapmiz. O'zbekistonda suv bilan ta'minlanganlik darajasi 57% dan 83% ga yaqinlashib qolgani bu kimning e'tibori? Boshqatdan aytinglar. Kimga rahmat? Bir tomondan faxr bilan o'tiribman, har holda shu Murodjon Abdurahmonovich shu maktabni bitirganlar. Suv bilan Chirchiq 100% ta'minlangan. Mana shu Qashqadaryoga borganda bizning tanishlarimiz bor, kursdoshlarimiz bor. O'shalar katta hovuzni kovlab qo'yib, mashina bilan olib kelib, o'shani isrof qilmasdan, hatto qo'l yuvgan suvni gullarga qo'yib, o'sha daraxtlarga qo'yishadi. Bizlarni o'ylab, shu bolalarimizga shu suv haqida ma'lumot berish uchun kelganinglarga maktab ma'muriyati, shu farzandlarim nomidan shu sizlarga tashakkur deyman. Men bugungi mavzudan o'rgangan narsam Chirchiq shahrida suv ta'minoti 100% ta'minlanganligi bo'ldi. Biz suv narxini bu daraja arzon deb o'ylamasdim, to'g'risi o'zim. Suvni qanchalik tejashlik hamda qadrini bilishni o'rganib oldik yoki kimdir axlat tashlayotganda befarq bo'lmasligimiz, unga yoki ogohlantirib o'zimiz ham shu ishga mas'ul bo'lmasligimiz haqida bilib oldik. Как мы знаем, сперва мы будем благодарить, то есть нашего президента, то есть руководителя всей страны, Шавката Мирзояна Рамоновича, за то, что он доставляет нас ценность воды. Сегодня в этом, как можно сказать, мероприятии мы определили ценность воды и насколько она нам нужна. Как мы знаем, вода — это очень драгоценный фактор и влияет на жизнь человека, жизнедеятельности людей. Как мы знаем, чтобы иметь ценность воды, нужно сперва ее охранять, чистить и постепенно желать и учить других тому же. Вода — это очень драгоценный фактор, который влияет на всех, и она очень в малом количестве, ее очень сложно очищать и делать остальные действия по типу очищения, хлорирования и дальше работ. Многие люди трудятся, как мы узнали сегодня, количество людей, которые по всему нашему городу Узбекистану работает 27 тысяч людей, которых 24/7 работают уверенно и готовят для нас воду. Yoshlarimiz sharoit bor joyga keladi. Eng katta masala men kechaman, ichimlik suv. Qanday qiyin bo'lmasin, bu suv keladi.